bemorimiz 38 yoshli. Bu yerda fibroadenoma UZI bo'yicha va mammografiya bo'yicha fibroadenoma javoblari keldi, lekin bor yoshlarini hisobga olib bularda tripan biopsiya qilishi lozim topdik, chunki ko'pincha yaxshi sifatli o'sma fibroadenomani fonida rak kasalligi ham kelishi mumkin. O'shaning uchun tripan biopsiya, ya'ni gistologik tekshiruvni bu bemorimizda lozim topdik. Buning uchun mana tripan igolka ishlatiladi. Ko'rinishi qo'rqinchli bo'lgani bilan bir qismigina kiriladi va og'riqsizlantirish navakain yordamida kirganimizda xudo xolasa og'rimasa kerak, og'rimaydi ko'pchilikda bemalol yotavering, hop joylashguncha. Mana yengi ochamiz. Sizga yengi ochildi. Menga tripan igolka yana sizga ochildi. Buni mashina ishlatamiz. Og'riqsizlantirib olamiz. Ozgina ta'sir qilishini kutamiz. Qo'rqmang, hech narsadan qo'rqmang. Og'rimaydi xudo xolasa. Chunki obezbolить qildim, og'riqsizlantirdim. Mana tishingiz og'riganda ham og'rimaydi-ku, og'riqsizlantirsa. Mana shunaqa bo'ladi xudo xolasa. Hop. Qo'lingizni tushiring, qo'lingizni tushiramiz. Ustalarni Qo'rqmang, mana so'rayman. Kim? asli. Og'rimaydi. Kirib oldim, ko'zingiz og'riyaptimi? Og'rimayapti. O'zi kirib oldim, joyidami? Xudo xolasa. Mana joyi sal ushlaganimda og'rishi mumkin. Bo'ldi, og'ridimi? Mana bittasini o'sha qo'lingizni qilmang. Mana shunaqa stolbiklar olinadi, o'sha o'sma hujayradan. Mana olingan bo'laklar, bu o'sha o'sma hujayradan, o'smadan olingan to'qimalar. Mana bular ko'rinib turibdi. Bularni biz gistologiyaga yuboramiz. Joyini mana endi ertaga xuddi shu vaqtda Dildora ochasiz. Deb hozir biz sizni povyazka bilan boylab qo'yamiz. Ko'krakda qon tomirlar o'tadi. O'shaning uchun agar navoda ko'karib qolsa qo'rqib ketmang, lekin bir xillarda ko'karmaydi. Agar og'risa, men hozir mahalliy og'riqsizlantirdim. Agar og'risa, uyda ketinol ichib qo'yasiz. Xo'p, hozir og'ridimi? Yo'q, hozir. Hozir og'rimadi. Xudo xolasa u yog'iga ham og'rimaydi. Ko'rinishi qo'rqinchli. Biz ko'rgan odam sal qo'rqdi, lekin yo'q, og'rimadi. Shunaqa bilan bo'ldi, yaxshiroq. Lekin ham просто psixologически qo'rqinchli. Sekin akkuratno olsa og'rimaydi. Gistologiyaga javob chiqqandan keyin operatsiyani ob'yomi to'g'risida gaplashamiz. Xo'p. Bu tekshiruv usuli ko'krak bezida o'simta yoki hosillar paydo bo'lganda uni qaysi turkumga yaxshi yoki yomon sifatli turkumga tegishliligini bildiradigan tekshiruv usullaridan bo'lib hisoblanadi. Buni albatta shu standartga kiritilgan tekshiruv standartlariga bundan ko'pchilik ayollarimiz qo'rqadi, lekin qo'rqishligingiz kerak emas, chunki bu mahalliy og'riqsizlantirish yo'li orqali qilinadi va ko'rib turganinglardek hech qanaqa og'riq Dildora ko'rmadilar.